Hammaga assalomu alaykum. Zohirjon kanalidagi tomoshabinlari, hamda bizni doimiy kuzatib qo'llab-quvvatlab turuvchi aka-ukalar, qadrdonlar, bugun hafta kuniga yakshanba 23-noyabr 2025-yil. Akalar biz Namangan viloyati Chust tumanidagi Chust bozoridan sizlar uchun bugungi narx-navolarni yoritib olishga harakat qilamiz. Aka oldingizmi buni? Necha pulga? 24 million 200 700. Ha, 700. Buni 24 million 700 ming so'mga olishibdi akada mana. Chunki novas. Bir soat 2 soat keladi. 350 ming so'm to'g'ri ketdi. Buni mana shu yosh ko'chat novasdan qo'ldan kelgancha narxini yoritib, sizlarga taqdim etib ketaveramiz. Neç pul ekan aka? 21 deyishyapti. 21 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Buru 5 pilosu aka. Hop, davom ettiramiz. Keyingi pilusimiz. Necha pul ekan aka narxi? Necha pul aytyapsiz? 20 deyapmiz. Savdosi bo'ldimi aka? Avo. Necha pul? 200 ga 17. Bahonu veriyoruz. Böyle 1 metre kilisi. Hop, keyini olsun. Bir kadar oldu. Aka neç pul aytyapsiz? 20 million deyapsiz. Savdosi bo'ldimi? Yo, endi kirdim hozir. Endi kirdim. 20 million so'm narx aytyapsiz. Haydi. Bozorga mo'llak kilisi devam etyapti. 7,5 bo'ldi. Ondan keyin jamoalarni keyingi o'tamiz. Aka necha pul ekan bu? 2 ham bor deyapti. Qancha? 17 ozgina kami bor. 17 ozgina kami bor. Savdosi bo'ldimi aka? 15 ham bor. 15,5 savdosi bo'ldi akalar. 1 metr kilosdagi novasi. Keyingi novasimiz bu 1 metr 5 atrofida novasi bor. Necha pul ekan aka? 20. Savdosi bo'ldimi? Yo'q, endi yapti. 20 million so'm narx aytilyapti. Savdosi bo'lmoqda ekan, mana ko'rishingiz mumkin. 1 metr kilosdagi rahmat aka. Keyingi novasimizni ko'rsataman. Bunisi ham. Bu ham sizdanmi? Bu narx qanaqa aka? 20 kam bo'ldi. Buni ham 20 kam bo'ldi. Bitta odamlar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. 1 metr 1.5 atrofida bo'lsangiz. Ahmad tog'a bozoringiz bersin. Hop, keyingi vaqtlarimizni ko'ramiz. 5 bu ham shunaqa standart, boshqa tomonda shunaqa ekan. 10 metr 1.5 10gacha bo'lgan vaqtlarimiz. Necha pul aka? 15,5 savdosi bo'lyaptimi? 15,5 million savdosi bo'lyapti ekan akalar mashina bo'lsingiz. Ko'rishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha bo'lsin. Sizlarga narxlarni taqdim etib ketaveramiz. Hop, keyingi vositamiz aka. 1 metr atrofidagi novoschalarimiz. Necha puldan ekan aka? 18 dan. 18 dan. Savdosi bo'ldimi? Yo'q, bo'lmaydi. Endi keldi. 18 million so'm hali savdosi bo'lgani yo'q. 1 metr bo'lsa, shunaqasi 1 metr kelishdi. Ha, so'raysiz aka. Qani mana ko'chatimizni ko'rsatib ketaveramiz. Aka necha pul ekan bu? 15,5 kami bor. 15,5 kami bor mana. Bo'ylari qancha ko'p? Bir orasida ekan.
savdosi bo'ldimi aka? Ha, 14 million. 14 million savdosi bo'pti aka. Rahmat aka. Hop, keyingi bo'lsin. Akalar sizlardan bu? Bizdan. Nech pul ekan aka shu? 22 deyapti. Savdosi bo'ldimi? 18 million. 22 million so'm mashinaga narx aytilyapti akalar. Yaxshi. O'zimiz jadvalga qarab 8 savdosi bo'pti aka. Mana 22 million so'm narx aytilyapti. Bu 1 million atrofida. Bunisi ham sizdan aka? Bunisi nech pul aka? 9 million so'm narx aytilyapti. Buni savdosi bo'pti aka. Ko'rishinglar mumkin. Orqa tomondan ko'rinishda 9 million so'm narx aytilyapti. Keyingi bo'lsin. Aka nech pul ekan bu? 20 million yani. 20 million. Savdosi bo'ldimi? Nech pul ekan? 15,5 bo'ldi. 13? 15,5. Ha, 15,5 million savdosi bo'ldimi? Atrofidagi nuvosimiz. 15,5 million so'm savdosi bo'ldimi? Masalan, savdosi bo'ladi. Qaysinga bo'lyapti akalar savdosi? 15 million so'm. 15 million so'm. Oqbosh bilan Nerginga 19 million dedingmi aka? Yo'q, akalar mana. Shundan boshqa Oqboshga kelib 19 million so'm. Onacimmi? Ha? Hop, ofta kamera. Oftan. Onacin ekan bu aka? Bo'ladi, men javob. Shu ikkalasi onacin. Ikkita onachinga 19 million so'm savdosi bo'lib turibdi aka. Ko'rishingiz mumkin. Ketdik biz ichkariga qarab. Ko'rsatamiz. Savdo bo'layotgan joylarda ko'rsatishga harakat qilamiz akalar. Qani. Aka nech pul ekan bu? 17 million kam bo'ladi. 17 million so'm kam bo'ladi. Metr atrofida. Savdosi bo'ldimi aka? Shunga savdo bo'lyaptimi? Nech pul berdingiz aka? 13,5 million savdo bo'lyapti aka. Boşlar. Aka nech pul ekan bu? 12 milyon 100 veriyor. 12 million 100 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. Mesela savdosi bo'layotgan joylardan. Ana 16 milyon 700 ming olmamış. 16 million qancha? 700. 16 million 700 ming. Ana yakov qolib. Ana. Nimesi kaldı? Arkadaşlar bo'lmaydi. Ana aka shu orqasidan bitta ko'rsatib Ko'ring, ko'ring, amnisti balasi. Bu 1 metr atrofida 16 million. Bak eli verip veradigan odam. Zohidjon o'zi aka. Qo'qchosizmi? 600 ming so'm savdosi bo'lyapti mana aka. Ko'rishinglar mumkin. Mashinamizni. Ha, yo'lga chiqyapman endi. Hop. Keyingi vaqtlarda davom etamiz. Bundan savdosi hali bir pishmaydigan o'xshaydi. Aka nech pul ekan? 16 million savdosi bo'ldimi? Bo'lyapti. Nech pul aka bermaganingiz? 14 million. 16 million so'm aka. 14 million so'mga berilmoqda mashina bo'lsa. 1 metr. Buni 5 atrofidagi bo'lsa. Rahmat aka, bodoringiz bo'lsin. Sotildimi aka bu? Yo'q, sotilgan. Ko'rsatib ketaveramiz bularni narxlarini. Kimdan bilasizlarmi aka? Nech puldan ekan narxlari? 16 kam bor. 16 dan. Kichkinalari-chi? Bular 15 kam bor. Ular 15 million so'm kam bo'lgan. Kattalariga 16 million so'm kam bor narx aytilyapti akalar. Bir metrdan boshlanib 5 va 10 gacha keladi. Rasa chiqsa 1 chiqadi. Shulardagilar kattalar. Xo'p, savdo bo'layotgan joylarda ko'rsatishga harakat qilamiz. Akalar qaysinga savdo bo'lyapti? Nech pul aka? 16 million 500 ming so'm aka. Savdosi turibdi. Boshqa 5 atrofidagi novosimiz ko'cha. Kichkina o'rmonliklardan davom ettiramiz. Aka nech pul ekan bu? 14 deyapti. Savdosi bo'ldimi aka?
11 milyon savdosi. 11 milyon narxi. 11 milyon savdosi. Yana ham kichikroq variantlardan ko'rsatamiz akalar. Aka nechi puldan ekan bular? 17 dan kam. 17 million so'mgacha. Yana ham kichikroq variantlar. 1 metr atrofida filiz ekan. Savdo bo'ldimi aka bularga? Endi keldi. Rahmat. Mana savdo. Keyingi o'simizga ko'rsatamiz. Nech pul ekan aka bu? Nech pul aytyapsiz, nima olsin? 18 deyapman, kam bor. 18 million so'mlar aytilyapti, kamli bor ekan. Savdo bo'ldimi? Yo'q hali. Hali savdo bo'lmadi. Yo'q. 18 million so'm kam bor. Hali savdosi bo'lmoqda. Bu 1 metr. Filisi deb. Keyingi o'simizga ko'rsatamiz. 5 filisi akalar. Nech pul ekan narxi? 20 million. Savdo bo'ldimi aka? Qancha? 200 kam 15. 200 kam 15, 10 million 8 million savdosi. Keladi. 20 million so'm narxi aytilyapti shular o'simizga. 4 million 8 million savdosi. Ko'rib bahoni beraverasizlar. Bozordagi narxni olamiz sekin. O'sha ham diskantlik ko'rib ko'rsatib ketamiz. Nech pul ekan narxi? Narxi nech pul ekan? 25 million. Savdosi bo'lmagan. 20 million. 20 million. Ishtirga bermadi. Ishtirga. Mana endi 20 million. Ishtir sanagan bo'ldi. Lekin sifat tafsil zo'r haqiqatda mana. O'sha mumkin bo'y 1.5 dan baland ekan. Yo'q. Orqalardan ham ko'rishlari, tarafkalar ham zo'r. 20 million. Savdosi o'tib berilmoqda ekan. Ko'rishingiz mumkin. Agar dehqonchilik ham tirikchilik ham. Dehqonchilik. Dehqonchilik ham. Agar dehqonlarga ko'rsatilgan 20 million savdosi o'tib berilmoqda. Qancha narx aytyapsiz o'zi aka? Narx qancha aytyapsiz? 25 million. 25 million kam. 20 ni sugursa berasiz. Nomer qo'yib qo'ymaymizmi aka? Yo'q. Xo'p, rahmat. Xo'p, savdo bo'lsin aka. Necha pul berdingiz aka? 15 million. 15 million aka mana. Savdosi bo'lyapti mashinamizga. Ko'rishlar mumkin. Bo'ylari atrofida endi 15 million berdim. O'zlari aytdi. Ko'rishlarni. Mana bular bo'yi 81 lekin sifat albatta yuqori. Ko'rsatib ketaveramiz. Aka nech pul ekan bu? 18,5. Savdosi bo'ldimi? 18,5 million so'm narx aytilyapti aka. 17 million 200 ming savdosi bo'lyapti. 5 atrofida chiqib qoladi ekan. Abi. Taxmin aytib ketamiz aka. Bo'lar. Aka nech pul aytyapsiz buni? 22 deyapti. 22. Savdosi bo'ldimi aka? Savdosi. Nech pul aka bermagansiz? 15,5. 15,5. 22 million so'm narx aytilyapti aka mana. 15,5 million so'm savdosi berilmoqda. Bo'ylari 1.5 filisida. Rahmat aka. Hop, mana keyingi narxni ko'rsatamiz. Qayerdan so'ragan akalarimiz bo'lsa mana. Aka nech pul ekan buni narxi? 20 deyapmiz. 20 million so'm narx aytilyapti aka. Mana bo'ylari 1.5 filisida aka. Savdo bo'ldimi aka? Ha, 17 million. 17 million so'm savdosi bo'ldi aka. 20 million so'm narx aytilyapti. 17 million so'm savdosi bo'ldi. 1.5 dan baland. Endi biz bo'ylarni kamaytirib 1-2 soat aytib o'tamiz. Bo'lmasa bu taraf boqma semizni bor. Shularni ham egallar bo'lsa, ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Ketdik bo'lsa. Aka sizdanmi bu? Sizdan aka. Nazarbek sandanmi? Yaxshimi? Bizimsiz? Yaxshi. Nech pul ekan bu? 20 million kam bor. Savdosi bo'ldimi Jasurbek? 20 million narx aytilyapti. Atrofida akalar. 17,5 ga bermadim. 17,5 ga bermadim. 17,5 million so'mga berilmoqda. Boqmoli bo'lsin.
Ama oq kimdan ekan aka? Bilmadingizmi? Mayli, davom etamiz. Bunu semiz olsa tarafına gelamiz. Bu tarafa gelamiz. Semiz olmasa agar egilar ma'lumot berishganini siz uchun yetkazib berib ketaveramiz ekan, ha? Ketdi bo'ladi. Akalar kimdan ekan bular? Qaysi aka? Shuni? Hech bilmayman. 8 million 18 milyon 600 milyon. Ketdik bo'lmasa, egalari o'rnidan ma'lumot berib ketaveramiz biz. Egalar yo'g'ini endi o'zi tushunasizlar akalar, bozor. Mana semiz bo'lmasizlar. Tog'a sizdanmi bular? Aka sizdanmi bular? 5 million ekan. İkilesi savdosi bo'ldi. Xo'rozga so'rashdim. Oyog'i bilan sotasizlar. Mana 30 million so'mdan aytilyapti. So'rashdim desam, so'ralar lekin ta'lim so'ramayman o'xshyapti lekin. O'ylar keladigan ekanlar. Ko'rishim mumkin endi. Tayyorga keladigan bo'lsa taxminan turistkalar og'irroq ekan. Ikkalasi ham. Hop, keyin bo'lsin. Aka sizdanmi? Yo'q, yo'q. Aka sizdanmi? Xo'p, buni ham egasi yo'q ekan akalar. Kelar borini ma'lumot yetkazishga harakat qilaveramiz deb ketdik. Xo'sh aka. Aka sizdanmi bu? Nech pul ekan narxi? Narxi-ku. Siz nech pul akasiz? 25 deyapti. 25 million so'mdan aytilyapti. Hali savdosi bo'lmoqda ekan. Boqma. Ozgina o'qigan ekan, lekin yana dars o'qish kerak. Bular kimdan ekan? Sizdanmi? Sizdanmi aka bular? Narxi qanaqa bular aka? 25. Hammasi 25 ta. 25 million so'm qolagan narx aytilyapti. Buni ham savdosi bo'lmoqda ekan. Bu ham chola boqilgan. Dars o'qish kerak. Kelaman. Aka sizdan bular? Nech puldan ekan? 60 million so'rayapsiz. Savdosi bo'ldimi aka? 52 million. 52 million savdosi o'rta keladi. Semiz bo'lmaslarimiz. Shuning uchun. Bular keladigan bo'lsa 20 Taroziga so'rashmasak aka. Rahmat aka, qo'ydirsiz bersin. Boshdan ekan. Egalari bo'lsa ma'lumotni yetkazib beramiz. Sizdanmi tog'a bu? Narxi qanaqa bular? Egalar. 49 million. Savdosi bo'ldimi tog'a? 49 million bermayapti. 49 million so'mga berildi. Endi aytilishi bo'yicha ekan. İkincisi ko'rishiladi. Birinchisi, ikkinchisi. Tozasidan ekan, o'zi yomon ekan. Jingina sochlik, shunaqa variantlardan bor. Lekin buni boqish kerak akalar. Boqadigan variantlar. Ko'rishinglar mumkin ekan. Mana. Ko'rib bahoni beradi. Rahmat aka. Bo'lsa bularni ham. Sizdan masala keladi. Shu buni egasi. Akalar sizlardanmi? Narxi nech pul ekan bu? 30 million. Savdosi bo'ldimi aka? Nech pul bermaydi? 23 million. 30 million so'mdan aytilyapti aka. 23 million so'm savdosi bo'pti mana ko'rishinglar mumkin. Bular 20 kilosida kelib, televiziyaga ko'rib keladi. Rahmat aka. Keyingi o'zimiz ko'rsatamiz akalar. Egalar bo'lsa buni ham ma'lumotini yetkazib beramiz sizlar uchun. Aka sizlardanmi? Xo'p. Egalar bo'lsa hozir ma'lumotni yetkazishga harakat qilamiz. Akalar sizlardan emasmi bu? Hech pul ekan narxi? Narxi 35 million.
35 milyon. Savdosi bo'ldimi aka? 28. 28. Trivazingiz so'rashdimi? Yo'q. 35 milyon so'mdan qaytdi. 28 milyon so'm savdosi bo'ldimi mashina? Nerginsiz ham sizdan aka? Yo'q, nariga savdo bo'ldi. Ha, nerginsiga. Mana berishsiz kelmadi, mayli. Xo'p. Bo'lmasa mana shu ikkovi bor ekan, mana bu gibrid maqolalarimiz. Akalar sizlardanmi? Aka sizdanmi? Sizdanmi aka bular? Nech puldan ekan? 35 milyon deyapti. 35 milyon. Bundan 28 dan savdosi. 28. Trivazning elvestigani yo'q. Trivazning ekani savdosi bo'lgani yo'q ekan. Ko'rishinglar mumkin. 28 milyon so'm. Savdosi qancha bo'ldi bu dedi? 28, 27. Ha, 28, 27 savdosi. Savdosi bo'ldi. Oyog'ilar. Bundan savdosi yo'q. Lekin hali taroziga Trivazingga so'rashmasi 28, 27. Ko'rib bahona berishingiz mumkin. 5 kilo atrofida chiqib qoladi. 400 kilo filosida keladi. Rahmat aka. Bozoringiz bersin. Bundan kelgancha ma'lumot berishga yetkazib ketaveramiz aka. Keyin o'qisimiz. Aka sizdanmi? Nech pul ekanda? Narxi nech pul aytyapsiz? 2 deyapti. Savdo bo'ldimi aka? 28 savdoni ko'rdim mana akalar. 2 million so'm narx aytilyapti. Faqat bo'ylari to'libdi. O'zi ham 28 savdosi bo'libdi bo'lyapti aka. Taxminan 450 pilisida kamida. Trivazingga so'rashmadim aka taroziga. Yo'q, hali. Trivazingga so'rashmadim. Rahmat aka. Xo'p, Lokmonni bosib bilan kimdir qo'yganga o'xshayapti. Shuncha bo'ylab qo'ygan ular ekan. Xo'p, bo'lmasa bu tarafdan davom ettiraveramiz. Mana shu ko'kka hozir ma'lumotni so'raymiz akalar, boqish kerakmi? Kimdan ekan akalar? Nech pul aytyapsiz aka? 27 turibmiz. 27. Savdosi bo'ldimi aka? 23 qilish. 27 million so'm narx aytilyapti akalar. 23 million savdosi bo'pti akalar. Boqmiz. Bo'ylari bilan 25 atrofida chiqib qoladi akalar. Trivazing 350 kilo filisida. Lekin bu zo'r. Siz boqadigan akalar. Ko'rishinglar mumkin. Rahmat aka. Xo'p. Keyingi o'qishlarimiz agar egalar bo'lsa. Tog'a sizdanmi bu? Xo'p, buni egasi yo'q ekan. Qo'laning dedim, bekor bo'lmaganman. Qo'laning. Egalar yo'q ekan. Mana shu yerda yangi mashina o'rnidan yaxshi ekan. Ko'rishinglar mumkin. Aka nech pul ekan narxi? Kim biladi aka bundan? Tamommi? Aka nech puldan ekan bular narx? 60 milyon deyapti. 60 milyon. 60 milyon so'mlar aytilyapti. Qanchaga bermayapmiz biz aka? 50 millionga bermadi. 50 milyon so'm aka mana. Savdosi bitta berilmayapti ekan. Bu vositalar 120 filisida akalar. 120 dan pasmas akalar. Yo'qmi akalar mana. Ko'rishinglar mumkin. Keyingi vositamizni ko'rsatamiz akalar mana. Mo'qmani vositam bilan. Ular 120 filisida akalar. Narxini bitta bilib ketadi aka. Narxi. Zo'mada. Nech pul aytyapsiz? 23 pul. 23 savdosi bo'lyapti. Bo'lsa boqmadi. 20 pilisida aka. Nech pul ekan aka narxi? 25 kam. 25 million so'm kami bor. Savdosi bo'ldimi aka? 22 million. 22 million 300 ming so'm savdosi bo'ldi. Ketdik bo'lmasa. Aka sizdanmi? Qancha bo'lyapti akalar savdo? 20 milyon. 20 million so'm savdosi bo'lyapti. Tomosha qilyapti. 20 million so'm savdosi bo'lyapti. Yetishimizroq variant.
devam ettiremiz. Aka satıldımı bu? Hali satılmaz. Doğuş ile oynayan malımız. Top. Aka aldınız mı bunu? Kaç böyle? 82 kilo aldım. 82. 8 milyon 2 milyon oldu takımız. Bana göre. Böyle 70 etrafı da. Selamun aleyküm. Aka, yaxshimisiz? Kaçırma. Olmasa Aka'da biz bu vaqtda olgan videolarimiz yakunlab, Siyir bozor tomon o'tamiz Akalar. Mana shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, qo'llab-quvvatlab, shu bir dona like tugmasiga bosib turasiz. Hamma uchun rahmat.